Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Rostov viloyatida migrantlarga sotuvchi va kuryer bo'lib ishlash taqiqlanadi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 1 apreldan boshlab mehnat muhojirlariga kuryerlik, ulgurji yoki chakana savdo, oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlari, haydovchi va mashinist, shuningdek, fitnes markazi va kuryer liniyasi xodimlari sifatida ishlash taqiqlanadi. 1 martdan boshlab xorijliklarga qimmatbaho metallar ishlab chiqarish va pochta xizmatlaridan foydalanish taqiqlanadi. Cheklovlar Rossiya Federatsiyasida patent asosida ishlaydigan chet el fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. Taqiq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari, Belarus, Qozog'iston, Armaniston va Qirg'iziston fuqarolariga taalluqli emas. Sankt-Peterburg, Kaliningrad, Xanti-Mansisk avtonom okrugi va Voronej viloyatida shunga o'xshash choralar allaqachon joriy etilgan. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. Diqqat, tezkor xabar. Migrantlar Rostov viloyatiga kamroq kelmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 2025-yilda Rostov viloyatida 113 ming nafar chet el fuqarosi va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxatga olingan. Bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 4% ga oshgan. Ushbu ma'lumotlar Rossiya Ichki ishlar vazirligining mintaqaviy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Rechitskiy tomonidan matbuot anjumanida taqdim etildi. Ro'yxatdan o'tgan migrantlarning umumiy sonidan taxminan 91 ming nafari mavsumiy migrant ishchilardir. Mavsum oxirida ular odatda mintaqa va mamlakat tashqarisidagi doimiy yashash joylariga qaytadi. 2026-yil yanvar oyidan boshlab mintaqa migrant ishchilari uchun patentni hisoblash shartlarini o'zgartirdi. Uning narxiga ta'sir qiluvchi koeffitsient 2,1 dan 3 gacha oshdi. 2026-yilning 1-oy statistikasi vaziyatning o'zgarishini ko'rsatmoqda. Yanvar oyida Rostov viloyatida yangi ro'yxatdan o'tgan xorijiy fuqarolar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 12,4% ga kamaygan. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlarga qo'shimcha to'lovlar joriy etish taklif qilindi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligi vizasiz mamlakatlardan kelgan mehnat migrantlarining Rossiyada bo'lishi iqtisodiy shartlarini kuchaytiradigan qonun loyihalari to'plamini tayyorlagan. Hukumat nafaqat migrant o'zi uchun, balki voyaga yetmagan farzandlari uchun ham ishlash huquqini beruvchi patentga pul to'lashga majburligi haqida tashabbusni ko'rib chiqmoqchiligini aytilgan. Taklifga binoan har bir voyaga yetmagan oila a'zosi uchun patent qiymatining 50% miqdordagi qo'shimcha to'lov joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Patent narxi hududga qarab farqlanib, mamlakat bo'yicha 3,4 mingdan 27,3 ming rublgacha, Moskvada esa taxminan 10 ming rublni tashkil etishi ma'lum qilingan. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya arzonroq ishchi kuchini qidirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiyada tobora ko'proq ish beruvchilar MDHdan kelgan an'anaviy migrant ishchi kuchidan voz kechib, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyodan ishchilarni yollashni boshlamoqda. Bular qatoriga Hindiston, Bangladesh va Xitoy fuqarolari kiradi. Bu o'zgarishning asosiy sababi puldir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan migrantlar so'nggi yillarda yuqori maosh talab qila boshlagan. Ular tobora ko'proq oyiga $1000 va undan yuqori daromad so'rashmoqda. Ko'pgina kompaniyalar, ayniqsa qurilish, logistika, qishloq xo'jaligi va tozalash sohalarida bunday xarajatlar juda katta bo'lib bormoqda. Shu bilan birga Osiyo mamlakatlaridan kelgan ishchilar kamroq, taxminan oyiga $700-800 ga ishlashga tayyor.
bu biznes uchun sezilarli tejashni anglatadi. Shuning uchun ish beruvchilar tobora ko'proq Osiyoga qarab xarajatlarni kamaytirish va foydani saqlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq bir ishchini boshqasi bilan almashtirish ham yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Osiyodan kelgan ko'plab ishchilar rus tilini kam biladi yoki umuman bilmaydi. Bu esa ish beruvchilarni tarjimonlar va o'qishga vaqt hamda pul sarflashga majbur qiladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy bilan ta'minlash va kundalik hayotni tashkil qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bu ishchilarning ishga, intizomga va xavfsizlikka yondashuvi odatiy yondashuvdan farq qilishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu odatiy bozor reaksiyasi. Ishchi kuchi narxi oshganda biznes arzonroq muqobilini qidiradi. Ularning fikricha, kelgusi yillarda kompaniyalar tobora ko'proq aralash jamoalarni tashkil qiladi va turli mamlakatlardan kelgan migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Migrantlar uchun bu raqobatning kuchayishini anglatadi. Ish o'rinlari kamayib bormoqda va talablar qattiqlashmoqda. Ish beruvchilar tobora pastroq ish haqiga ishlovchi va yangi sharoitlarga tezroq moslashishga tayyor bo'lganlarni tanlamoqda. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada dvorniklar yetishmayapti. Migrantlar daromadliroq ishlarga ketmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Yanvar oyida yog'gan kuchli qor katta muammoni ochib berdi. Ko'plab shaharlarda hovlilar va ko'chalarni tozalaydigan odam yo'q. Boshqaruv kompaniyalari ko'cha tozalovchilarni ular taklif qiladigan narxlarda topish tobora qiyinlashib borayotganidan shikoyat qilmoqda. Ilgari bu turdagi ish ko'pincha migrantlar tomonidan bajarilardi, ammo hozir ko'pchilik migrantlar bunaqa ishlarda ishlashni istamayapti. Sababi oddiy, qishda og'ir jismoniy mehnat va ish haqining pastligi. Masalan, Moskvada ko'cha tozalovchi oyiga o'rtacha 56 ming rubl maosh oladi. Kuryerlar 120 ming, 200 ming rubl, ba'zan undan ham ko'proq pul topishlari mumkin. Farqi juda katta. Sankt-Peterburg rasmiylari ilgari taksi va yetkazib berish xizmatlarida ishlagan migrantlarga kommunal xizmatlarga o'tish imkoniyatini taklif qilish orqali muammolarni hal qilishga harakat qildi. Ammo deyarli hech kim bu ishlarga rozi bo'lmadi. Odamlar osonroq va daromadliroq ishlarni tashlab, mashaqqatli qor tozalovchilik qilmaydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, uy-joy kommunal xizmatlari sohasida uzoq vaqtdan beri mablag' yetishmayapti va bu ish sharoitlari og'irligicha qolmoqda. Shuning uchun migrantlar boshqa kasblarni tanlashadi yoki dastavka yoki taksi xizmatlari cheklanmagan mintaqalarda ishlashlari mumkin. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz.